o'zi Gitler yuksalishi ham o'zi bitta bir nima deydi, ajoyibotda o'zi, ya'ni qiziq yuksalish. Bir ko'chada bo'lmish bo'lib yurgan bola, ya'ni Birinchi jahon urushidan keyin ishsiz qolib ketadi, ko'chada bo'lmish qolib ketadi Gitler. O'shandan keyin ko'rasiz bittada yuksalib ketadi. Ko'chada oddiy yurgan bola bittada ko'tarilib ketishi dahshatli darajada haqiqatan. Nimadan foydalandi Gitler? Asosan aholisini hissiyotlaridan, hali aytdim, o'sha adolatsizlik ko'rgan xalq va ikkinchisi nima, millatchilik jihatdan foydalandi. Ya'ni aholini biz yuqori irqligini ko'rsatib, aryanlikimiz, aryan deganida Eronlikdan kelib chiqqan, ya'ni biz shunaqa yuqori irqmiz deb yuqori ko'rsatib, buni o'sha tarixga bog'lab, tarix ahamiyati shu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Bitta millatda butunlay o'zgarib ketishiga, bitta jahon urushini boshlab yuborishiga Gitler tarixi asos qilib oldi. 100% shunaqa. Hamma tan oladi. Ya'ni bizni tariximiz buyuklar tarixi. Bilamiz endi Eronning tarixi qanchalik buyukligini. O'sha tarixga tiqib qo'ydi-da, nemislarni tiqib qo'ydi va o'sha bilan butun aholini hissiyotini qo'zg'atib, mana katta urushga sababchi bo'lib qoldi.